To'raqo'rg'on tumaniga borib qarasam, rahbarlari menga 74 yoshli onaxon o'qishga keldilar deyishdi. Chaqirdim. O'rgatuvchi ustidan so'rab turib, shu onaxon o'tadilarmi ertaga? Bizda o'qigandagi haydovchi guvohnoma ola olmasa nima degan gap bo'ladi deb so'rasam, o'tadilar deyishdi. Keyin ko'rsam onaxon bir o'tishda amaliy mashqda ham nazariyadan o'zlari topshirdilar. Bu kutilmagan. Bu ayniqsa yoshlarga bo'ladiki, ko'p yoshlar 20-25 yoshli o'ta olmayapti imtihonda. Onaxon 74 yoshli onaxon bir marta ikkalasini topshirib o'tdilar. Bu katta natija bo'ldi. Demak, siz boshida ishonmadingiz, shu yoshda kelib pravo olaman deysizda ishonmadingiz. Haydovchilik guvohnomasi olaman. Birinchi navbat menga aytganda ishonganim yo'q. Men 74 yoshli onaxon qanday qilib qabul qiladilar bu narsani? Qanday qilib imtihon topshiradilar? Ya'ni imtihon markaziga imtihondan o'ta olmasa, tashkilotimiz brendiga ta'sir qiladigan fikrda edim. Keyin ko'rsam onaxon birdaniga ikkalasini topshirdilar. Shundan xursand bo'ldim. Bu qolganligi haqiqatda katta o'rnak ham motivatsiya bo'ladi. Hozirgi kunda o'qiyotgan qancha yoshlar, hali yosh yigitlar, yosh qizlarimiz imtihondan o'ta olmayapti. Imtihondan o'ta olmasdan har xil fikrda yurishibdi. Mana 74 yoshli onaxon bittaniga ham amaliy, ham nazariy bir nima topshirdilar. Bu onaxonimizga amaliy mashg'ulotlarni o'zim olib bordim. Amaliy mashg'ulot jarayonlarida o'zlarining zehnlari bilan, intellektual salohiyatlari bilan juda ham o'quvchilardan ajrab turdilar. Uncha-muncha yoshlarga o'rnak bo'lsalar, bo'la oladigan darajadalar onaxon juda ham qobiliyatlari bilan, o'zlarining kuchlari bilan amaliy va nazariy mashg'ulotlarni bir urinishda olishga muyassar bo'ldilar. Biz juda ham quvondik. Faqat ofarin, tasanno deymiz xolos. Muazzamxon, men sizdan rosa xursand bo'ldimki, sizni menga bergan bilimlaringizni oqladim. Men sizni oldingizda yuzim bo'ldi. Bergan bilimlaringiz uchun rozi bo'ling, qizim. Muborak bo'lsin. Onaxonimiz meni onamdan 20 yosh katta ekanlar. Menda ham shunaqa fikr paydo bo'ldiki, men onamni ham shu haydovchilik guvohnomasiga o'qitamikin degan bir niyat paydo bo'ldi. Inshaalloh onamni ham o'qitamiz. Ilohim, amin, ilohim, amin. Hammani ham ichidagi Allohim ezgu niyatlariga yetkazadi. Yaxshilik kunlar bo'laversin. Mana shunaqa dorilamon zamonlarda ko'proq 100larga, 200larga kirib yashab yurish hammamizga nasib.